Sunukuning opisi dadisi kim? Her qandaq bir canlıqning opisi dadisi bo'lgan, undaqda Sunukuningmi bormi? Buning opisi dadisi zodi kim? Bu mendan mayli jiboda, mayli sichinda eng ko'p so'ralgan savollarning birisi. Asarda Chimen tog'i bilan Sharqiy dengizning qirg'oqida bir sehrli tosh bo'lib, yillar o'tib, oylar o'tib bu toshga bir sehrli nur tushib, tosh yerilib, toshdan bir tosh maymun operaydi bo'ldi. Buni osmon zimindan to'ralgan tosh maymun deydi. Undaqda bu tosh qandoq paydo bo'ldi? Sunukuning dadisi opisi kim? Oldi bilan Sunukuning dadisidan kelaydi, ha? Mazmun yoqtirgan do'stlar, birdan haqsiz yurganlar aymanglar, meni qo'shib elanglar. Bu to'g'risida nurg'un rivoyat, afsonalar va avliyolar qissi funksiyoniga bog'lab turib so'zilsak, Yuan Hong deb bir avliyo varken, bu avliyoninki taqi turqumu maymun talat. Yen bir yeri bu Arlangshan bilan burun urushib baqqan. Shuning uchun avvallik suara Arlangshanning tajribasi bor deb Sunukung bilan urush qildigiga Arlangshan tavsiya qilgan deydi. Endi bekarak tuttirib turdig'ini, ko'parak tarqalg'ini Dayu Sunukungning dadisi degan qarash. Bu Dayu kim o desanglar, bu Dayu Shah sulolasidan o'tgan bir real shaxs bo'lib, bu iqin suvni tizgillab, to'sim yasab, eriq o'stan chaptirib, kalkunni tizgillagan shuningdek xalq tabiiy ofatlardan qutulib, dehqonchilik ishlari rivojlanib, xalqning qo'sug'i to'q holliq saviyaga yetgan. Hem bu Dayu kin xalqqa bir qator shunday nurg'un yaxshilarni qilib bagashga xalq tarafidan rivoyatlashib, iloh darajasiga ko'tarilgan bir shaxsga o'zgargan. G'arib sayohatimiz Sunukung oltin gursini tunji oldigan vaqtda Sharqiy dengiz ajdarshoyi bu oltin gursini ko'rsatib, bu Dayu ayni yili dengizning chunqurligini o'lchagan ishlatgan bir angushtar deb tunishtirdi. Shuning bilan bu angushtarni shu chaqcha ishga midirtanmagan Sunukung buni ishlatadi. Shuning bilan mushunga tayiniblar bu Dayu Sunukungning dadisi deb turgan parang Muşnundan kep çıqqan. Hem Muşnun ketlip yine Dayu'nun ayali bir taş tuqqan. Dayu'nun ayali tuğulduğu vaqtida tuğutdi, qiyin kelib bir taşqa o'zgirib qolgan. Kim bundan Sunukung törelganiga rivoyatlar haqiqatan bor. Endi qaranglar, har qanday bir avliya bir gumpri daşlar ma'lum bir shogird tarbiyalagan vaqtda u ketishdan burun uningga ma'lum bir jang quroli yoki bir angushtar bir qapoq yal tugish u bu deganlarni sovuq qildi. Biroq Sunukung ketgan vaqtda Puti Lauzu buni hech nima bilmaydi. Sunukung Chimentag'da 10 yil yashash jarayonida Alvasning borlig'ini anglab baxmagan. Biroq yenib borgandan keyin Kaladiva u bu Alvaslar uchraydi. Kaladiva Sunukungning qishig'i kiplar, sening bu xo'shlar Sharqiy dengiz ajdarshoyida yaxshi qurollar bor deb bu oltin gurzining uchirini burdi. Shuning bilan bu yer Sunukung kirib bu angushtarni oldi. Qaranglar, bu Kaladiva shu Puti Lauzuning shogirdi. Buning hammasi ham net oldin o'rinlashtirilgan, mana shu Puti o'rindigan bir ju. Maqsad erishni malman qilib g'arbga no'mak keldirish. Bundaqda Puti Lauzu nimishqa bevosita Sunukungga bermaydi deganda Puti Lauzu o'zini noit maxfiy tutadi. Asarning shu 5 yil chiqdi, keyin ismim va jismim yo'q. Shuning uchun o'zi bevosita bas bo'lmaydi buni. Shuning uchun shundaq vositalik bergan. Shuning uchun bu g'arib sayohatga asar qarasak, bu Dayu Sunukungning dadisi degan qarash putrab turolmaydi. Undaqda Sunukungning opisi kim u? Bunun qiziqadigan do'stlar, meni Guanju qo'yinglar, keyingi sonda so'zlayman. Bugun do'stlarga Harvardning oila tarbiyasi degan kitobni tavsiya qilmam. Bu kitobmi o'quvchilarning, bolalarning tarbiyasiga oid yaxshi shunday kitob. Yoqtiradigan do'stlar, menga sizin qilinglar yoki chuchuvon kirib setib olsanglar bo'ldi. Rahmat.